Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Biz bugun navbatdagi intervyumizga yana bir mehmonni taklif qildik. Ismlari Sohiba opa. Bularda juda murakkab va ta'sirli hikoyalarni eshitasizlar. Bizni kuzatib boringlar. Bularda o'pka kistalari bo'lgan ikkala tomonda va ajablisi shuki 30 hafta homiladorlik paytlarida kista aniqlandi. Va bularni shaxsan o'zlaridan eshitasizlar davomida nima bo'lganlar. Doktor Javedxon ham bizga tashrif buyurdi, biz taklif qildik. Bularni diagnozi Hindistonga borib operatsiya qilishdan oldingi holatlari va undan keyingi holatlari haqida suhbatlashamiz. Agarda sizda hozirda o'zida savollar paydo bo'lgan bo'lsa, bizga direktga yozing yoki bizga murojaat qiling quyidagi telefon raqam orqali. Sohiba opa, xush kelibsiz avvalambor yana bir bor. O'zingizda Hindistonga borish oldingi holatlar, nima diagnoz bo'lgan sizda? Qisqacha bir aytib bersangiz. Rahmat savol uchun. Shu 2020-21-yilni eslasangiz, Covid paytiga to'g'ri keladi. Men 2020-yilda turmushga chiqqanman. Keyin shu oradan 1 yil o'tib 2021-yil homilador bo'lganman va ular egzi bo'lgan. Homiladorligim juda idealni ketgan. Aqchoni qaslashagansiz, больницаga yotmasdan, hammasi yaxshi bo'lgan. Shu 30-haftalikka kelgandan keyin yana shu yoz paytlarida Covid avjiga kelgan payt edi. Keyin shu 30-haftalarda ismam chiqish boshlagan. Hamma uyda o'ylagan, to'shtaman sinov o'sha Covid bilan kasallandim. Keyin analizlar topshirganmiz. Analizlar ko'rsatmagan sababli meni raddomlar qabul qilmagan, chunki isma bilan qo'rqishgan raddomlar qabul qilishga. Keyin oxiri baribir shu akshorlik ginekologiya raddomani qabul qilgandan keyin ismam tushirmagan, har xil lecheniyalar bo'lgan. 10 kuncha yotganman. Keyin MSKT qilishga qaror qilishgan, o'pkani bitta ko'raylik, nima bo'lyapti o'zi nasamni deyiladi. Keyin shu ko'rishganda уже ikkita tomonlama kista bo'lgan, shu chap tarafdagi o'pkada yorilgan bo'lgan. И o'sha как бы qonga уже intoksikatsiya bo'lib, isma baland bo'lgan, tushirmagan. Yorilish sababli? Yorilish sababli shunaqa bo'lgan. Keyin 10 tarafda ham kista bo'lgan, u 10 sm bo'lgan, 8-10 sm. Keyin aytishgan, уже ekstremna avolish kerak bolalarni, yo'qmasam u bola o'sgan sari diafragma ko'tariladi bilsangiz. И bu tarafi ham yorilsa, уже вообще intoksikatsiya bo'lib, organizm zaharlaydi. Aytishgan, shunga zudlik bilan ekstremna operatsiya qilishgan kesar secheniya yo'li orqali. Hindistonga nima qaror qildingiz? Hindistonga borib operatsiya qildirishgan. Keyin biz o'tda torakal xirurg, bu ish bilan torakal xirurglar shug'ullanadi. Biz to'g'risini aytsam o'sha payt topolmadik, yaxshi torakal xirurg. Topdik. Bizga konsultatsiya berishdi, raddom o'ziga kelishdi. Konsultatsiya berish uchun bizga tushuntirishdi, nasamimiz nimaga unaqa bo'ldi, nimaga kista bo'lgan. Shu tushuntirib berishdi hamma protsessida. Keyin aytishdi, hozir siz o'pkangizga tegmaymiz. Chunki endi o'zi kesar secheniya amaliyoti o'tkazildi. Kutamiz deyishdi. Под наблюдением bo'lib turasiz deyishdi. Keyin shu bronxoskopiyalar qildik. Men bu o'zimizni nimaga bordik? Больницаga-da. O'shanda maslahat konsilyum qilishdi, doktorlar aytishdi, birpas kutamiz. Shu хотя бы yarim yil o'tish kerak. Hozirgi mandan keyin. Tuqqandan keyin yarim yil o'tish kerak deyishdi. Keyin biz shu под наблюдением yururdim. Og'riqlar bo'lganda shu yana rentgenga tushdim. Poka normalniy bo'ldi. Keyin o'zingizda mana bu tuqqandan keyin jarayonlar tasvirlab bering, qiziqroq bo'layotgan joylari shuki, tuqqaningizdan keyin baba ichida kista bor, o'zingizning holatingiz qanday bo'lgan? Bolalarimni 33 haftaligida olishdi уже. Men уже bir oydan beri o'z kasal edim, ismalayotgandim. 33 haftaligida olishdi. Bolalarim Xudoga shukr yaxshi tug'ilishdi. Reanimatsiyada yotishmadi. Обычно недавно shunday bolalar reanimatsiyada kuvvetda yotishadi. Ular yaxshi evlab ketishdi. И biz больницада где-то 10 kun, 15 kun yotdik. Shu tug'gandan keyin ham isma tushmadi baribir. Keyin shu больницаning o'zida ham lecheniya oldim, uyga chiqib lecheniya oldim. O'zim kelib olishim qiyin bo'ldi. Chunki o'pka qisish bor edi, nafas olishimda qiyinchilik bor edi. Keyin uyga chiqib yana davolanishni davom ettirdim. Rahmat. Men bu Hindistonga 10 oydan keyin bordingiz, to'g'rimi? 10 oydan keyin biz bu yerda qidirdik, qanaqa uslubalar, chunki narkozlar, biz bu yerda opt
qarindoshlarimiz ichida opit yaxshi bo'lmagani uchun ko'ngliga to'lmadi O'zbekistonda qildirish uchun, chunki narkoz boshqacha, doktorlarning o'zi boshqacha, tam даже instrument men o'zim doktor bo'lganim sababli ham ko'rardim operatsiyalarning ichida nimalar bo'lishini, chunki bizda instrumentlar rostdan ham oldin o'sha 5-6 yil oldin eski holat edi, yengillab berishmagan edi, to'g'risini aytsam. Shunga ham shu qo'rquvli bo'lgani sababli ota-onam o'zi bilan shu 10 yildan beri bilamiz. Chunki o'yin oldin ota-onam ham borishgan, haligacha bu narsani tekshiruvlar kerak bo'lsa, analiz jo'natishadi yoki o'zligi borib kelishadi. Полностью обследоваться qilish shunda. Keyin to есть bularga ko'nglingiz to'q edi. Da, o'sha уверенный edi, что shu Indiyaga borib qildiramiz. Keyin aytdik, bularga mana shu yana MSKdan javoblarini yubordim. O'zlariga сразу javob beradi. 24/7, 24/7 сразу отвечать qiladilar. Do'stlar, qisqaroq aytganda, bulardan ko'ngli to'q degani, aniqroq aytganda, Max Health klinikasi va doktor Javidxon shaxsan o'zlari qarashib yordam berganlar. Keyin aytganmiz, bular menga taraqqiyot xirurg topganlar, o'zlari ko'rsatganlar больницаlarni, shu doktor o'zini avtobiografiyasini, nechta bunaqa operatsiya qilganlarini, hammasini ko'rsatib o'tganlar. Keyin shu bilan biz qaror qildik, shu may oylarida Indiyaga uchishga. May oxir oylarida Indiyaga uchishga qaror qildik. Nimaga bu may oyiga desak, chunki men o'qirdim u payt bakalavrda. 5-kurs oxirisi edi. Bilasiz, meditsinskida o'qish qiyin. Imtihonlar bor edi. Shu siklarim oxirisiga mo'ljallab, bolalarim ham orada katta bo'lib oladi. Shu bilan shu may oyiga bordik. 3 oy yoz reabilitatsiya bo'ladi dedik-da, чтобы yana sinov o'qishimni davom ettirishim uchun. Mana shu may oyini tanlagan edik. Do'stlar, Sohiba opa o'zlari ham akusher ginekolog. Shu o'qish paytlarida ham hammasi bittada kelgan, bola tug'ildi, kista, o'qish, tasavvur qilyapsizlarmi, qanday holatda bo'lganlar va Xudoga shukr, hozir sog'lom hayotga qaytganlar. Doktor Javidxon, iltimos, ularning tashxisi haqida aytib bera olasizmi? Operatsiyadan oldin holat qanday edi? Yes, she was suffering from COVID. Uning tashxisi va operatsiyadan oldingi holati haqida aytsam, u 2021-yilda COVID bilan kasallangan edi. COVIDdan keyin unda yo'tal paydo bo'ldi. Oila a'zolari juda xavotirga tushib, menga qo'ng'iroq qilishdi. Ular shunday deyishdi: "Qizimizning 1 yildan beri muammosi bor. Yo'talyapti. Yo'tal bilan birga biroz qon ham kelmoqda." O'sha paytda uning 2 nafar chaqalog'i bor edi. U egizak farzandlarni dunyoga keltirgandi. Shundan keyin u o'zini juda holsiz his qila boshladi. Ikkala o'pkasida ham nimadir o'sayotganini ko'rdik. Bu kista ko'rinishida edi. Tabiatan bu gidatit kista edi, lekin hajmi juda katta edi. Bunday katta o'lcham doimo savol tug'diradi. Qanday qilib bunday katta hosila oddiy kista bo'lishi mumkin? U juda yosh edi, atigi 23 yoshda. Men oila a'zolarini yanada vahimaga solishni xohlamadim, chunki ular allaqachon juda asabiy edi. Feel like any big problem. So they are very nervous. His mother knows me from Onasi meni 10 yildan beri taniydi. Oilasi bilan yaxshi munosabatdamiz. Shuning uchun uni Hindistondagi Max Hospital klinikasiga doktor Nitin Nekha huzuriga olib borishga qaror qildim. U juda tajribali jarroh. Qo'shimcha tekshiruvlardan so'ng ikkala o'pkaning pastki qismida suyuqlik, effuziya va juda tez o'sayotgan hosila borligi aniqlandi. Bu COVID asorati bo'lishi mumkin emas edi. Just because in 1 year she was suffering with the U COVID. 2021-yilda COVID bilan kasallangan, 1 yildan keyin bunday simptomlar paydo bo'lishi mantiqan to'g'ri kelmas edi. Biz ikkilanib qoldik. Avval biopsiya qilamizmi yoki darhol operatsiyani rejalashtiramizmi? Oxir-oqibat jarroh qaror qabul qildi. U video assistlangan torakoskopik operatsiya haqida tushuntirdi. Bu maxsus asbob-uskunalar yordamida amalga oshiriladigan endoskopik jarrohlik. Ko'krak qafasida 2 kichik kesma orqali o'pkaga yetib boriladi. Biopsiya qilish ham xavfli edi, operatsiya qilish ham xavfli edi. So doing the biopsy is also risky. Doing the surgery is also risky. Oila a'zolari va turmush o'rtog'ining roziligi bilan operatsiya qilishga qaror qildik. Bu murakkab operatsiya edi.
Kistalar ikkala o'pkaning pastki qismida joylashgan edi. O'ylashimcha 10 santimetr dedi, shundaymi? Ha, hajmi katta edi va juda tez o'sayotgan edi. 2 oy oldingi kat'iy natijalari bilan solishtirsak, o'shanda atigi 7 santimetr edi. 2 oy ichida 10 santimetrga yetdi. Demak, o'sish juda tez edi. Biz kutish kerakmi yoki biopsiya qilish kerakmi deb o'ylab qoldik. Hosilaning tabiati aniq emas edi. Birinchi qarashda onkologik jarayonga o'xshardi. So we was shocked to see Biz hayratda qoldik. Unda yo'tal bilan qon kelishi, tez charchash, ko'p yurolmaslik kabi simptomlar bor edi. Kechalari nafas ololmagani sababli to'g'ri uxlay olmasdi. she's not able to breathe. Then finally Oxir oqibat doktor Nitin operatsiya qilishga qaror qildi. Bu tarakoskopik usul bilan amalga oshirilgan katta va murakkab operatsiya edi. Yaxshiyamki natija yaxshi bo'ldi. Albatta, bu katta operatsiya edi. Operatsiya davomida ham qiyinchiliklar bo'ldi. Har qanday katta jarrohlik amaliyotining o'z xavfi bor. U shifoxonada yotdi. Og'riqdan yig'lardi. Oila a'zolari yonida edi. Turmush o'rtog'i juda qo'llab-quvvatladi. Onasi ham doim yonida edi. Men ham oila a'zosi kabi har tomonga yugurib yordam berib yuribman. Chunki kichik bir xato ham jiddiy asoratga olib kelishi mumkin. small mistake can make her trouble. O'pka bilan bog'liq operatsiya juda mas'uliyatli. Nafas olish hayot uchun eng muhim jarayon. Operatsiyadan keyin ikkala o'pkasida drenaj naychalari bor edi va ular maxsus idishlarga ulangan. U shu idishlarni ko'tarib yurishga majbur edi. Bu unga juda og'riqli bo'ldi. She's like a U menga qizimdek, onasi menga opamdek. Hammamiz juda katta ruhiy bosim ostida edik. Oxir oqibat Xudoning marhamati bilan so finally by God u grace hozir yaxshi va sog'lig'i tiklanmoqda. and she's doing good. Thank you very much. Very interesting. Sohiba opa, operatsiyadan keyingi rasmlaringizni ko'rdim. Albatta bu og'ir boshdan kechirgan operatsiya, ammo o'zingizda his-tuyg'ularingizni o'sha operatsiya paytida va operatsiyadan keyin chiqqan holatlaringizni aytib bersangiz. Bu operatsiya men o'sha qo'rquv bo'lmagan, chunki o'zim ham shu vrach bo'lganimga, keyin o'sha birinchi marta operatsiyaga kirmayapman, javeti ham o'zi bilaman. Normalniy kirib ketganman. Qo'rquvsiz kirib ketganman. Keyin bir 5 soatcha operatsiya bo'lgan. O'sha o'zim kelganimda, nimadan narkozdan uyg'onish ancha qiyinroq bo'lgan. Chunki o'pkani operatsiyasi o'zi qiyin o'tar ekan. Keyin kislorodlar bilan bir 2 kunda o'sha o'zimga kelib olganman. Keyin Doktor eslatib o'tdi, operatsiyadan keyin sizga sun'iy trubkalar qo'yilgan. Bu bitish uchun qo'yiladigan trubka, men bilishim bo'yicha u yerda bitish jarayonida suv ajralib chiqadi va uni chiqarish uchun, to'g'rimi? o'sha qo'yilgani o'sha yaxshi bityaptimi yo'qmi, qon ajramalari yo'qmi, ichida qanaqadir shu protsessni bilib turish uchun qo'yiladi bu narsa, drenaj deyiladi. Biz shu bir haftalardan keyin chap tarafi shunday zo'r bitib ketgan, bilmaganimda o'sha o'ng taraf ozgina qiynagan, chunki katta kista olingan. Shu 10 sm deymiz, uni olganda o'sha kattaroq bo'lgan u, masalan, bir 15 sm. U ham rasmini ko'rdim do'stlar, tasavvur qilyapsizlar, mana shuncha bir bo'lak olingan. Bu juda murakkab operatsiya. Keyin shu olishgandan keyin mana shu o'ng tarafdagisi yaxshi bitavermagan. O'sha qon chiqish boshlagan, keyin hech kim что-то воздух kiryapti, yaxshi bitmayapti. Keyin давайте bitta yana tekshirib chiqamiz deyshganda, как бы kichkina operatsiya bo'ladi deb. Keyin yana shu zaklasiga ham shunaqa yurmasligi uchun birinchi doktor o'zlari har kuni kelib ko'rardilar protsessi, nima bo'lyapti, qalay bo'lyapti, yaxshi bityaptimi. Keyin bu yerda bitta yana zo'r tarafi reabilitatsiya zo'r bo'ladi-da. Fizioterapevt ishlaydi, har kuni 2 mahal kiradi. Keyin o'sha birga fizioterapevt bilan ishlayotganimizda u ham aytgan, что bu tarafda что-то qonlar ajralma kelyapti hali degan. Keyin shu yana rentgen MSKTlarga kirganimizda yana bitta shu yopib qarab chiqib ketamiz deyshganda, keyin o'sha kirib o'pkani tilimda просто tikib chiqmaganda, немного мышечный слой qo'yib, чтобы boshqa ochilmasligi uchun qo'pol qilib aytganda, yopib chiqib ketishgan. Keyin o'sha yana men bilan fizioterapevt ishlagan.
Pitayamga qarashgan, keyin уже mani gостиницаga chiqarib yuborishgan. Baba больничный atmosfera anaqaga yaxshi o'zingiz kelib olishingizga xalaqit beradi-da. Tezroq anaqaga gостиницаga chiqarib, o'sha yerda davom ettiramiz reabilitatsiyani deganlar. Gостиницаga ham o'zlari kelib, ukollarimni qo'yib, operatsiyalarimni qilib, больницада yotmasin, mayli gостиницада yotsin deb. Buni o'zlari kelib 2 mahalik kelib qaraganlar. Keyin shunaqa qilib bir oy oxirisida уже keyin uyga qaytib ketganmiz. Uyda davom ettirganmiz. Men bilishim bo'yicha siz bilan birgalikda xo'jayiningiz bo'lgan, polniy reabilitatsiya jarayonida sizga qarashgan, oyoqqa turish payti operatsiyadan keyin necha kunda misol uchun bemalol shu operatsiyadan keyin shu zo'r tarafi o'sha kuni turg'izishardi. Nima operatsiya bo'lganingizdan qat'iy nazar o'sha kuni kechqurun turib yurish kerak deyishardi. Qoyalanishni tezlashtirish kerak. Metabolizm tezlashtirsa bitish jarayoni ham tezroq bo'ladi deb o'sha kuni kechqurun fizioterapevt, reabilitolog kirib sizni oyoqqa qo'yishadi. Keyin birinchi bo'lib shu anaqaga bilasiz o'zi ichak sistemasi, mana narsalar yaxshi yursa, как бы qo'pol qilib aytganda birinchi bo'lib hojatxonaga borsangiz уже oyoqqa turishingiz yengillashadi. Xo'jayinimlar bilan birga borganmiz, onamlar bilan, chunki onamlar уже ko'p kelganlar, qarindoshlarimiz ham olib kelganlar Indiyaga. O'zligida mana shunaqa qanaqadir problemalar bo'lsa, shu Indiya bilan hech qilardilar. Keyin onam, xo'jayinim polni tepamda turishgan, kechqurun uxlashmagan, chunki operatsiyadan keyin ham yana isitmalaganman. Isitma tushmagan. Shu joylari qiyroq bo'lgan boshdagi bir hafta. O'pka kasalligida o'zi bilsanglar, COVID bo'lgan odamlar o'zi biladi, juda ham terlash, charchoq, uyquga tortaveradi. O'ta yana operatsiya bo'lsa, kesilgan joy umuman faqat yotgisi keladi, turishga hol yo'q, energiya yo'q. Terlash ko'p bo'ladi. Juda haddan tashqari terlayverasiz, qo'yni alishtirasiz, yana terlaysiz, qo'yni alishtirasiz. Shunda bilganim to, что вот COVID o'tkazganlar, o'pka kasalliklar bilan chalinganlar, reabilitatsiyasi ozgina qiyinroq bo'lar ekan. Ular reabilitatsiya jarayoni haqida ham aytib o'tdi. Ayniqsa mehmonimizning holatida reabilitatsiya juda muhim qism hisoblanadi. Shu haqida batafsil tushuntirib bera olasizmi? Bu juda katta va murakkab operatsiya edi. Siz ham ushbu jarayonda bevosita ishtirok etgansiz. Ha, hammasi esimda. Hozir 3 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Aniqrog'i 3,5 yil. U 2022-yilda Hindistonda edi. Shundan beri qariyb 3,5 yil o'tdi. Bunday katta operatsiyalardan keyin reabilitatsiya juda muhim rol o'ynaydi. Chunki bemor katta jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan bo'ladi. Eng asosiy masala bemorga to'g'ri mashqlarni o'rgatish va o'pkani tiklashdir. O'pkamiz shar kabi ishlaydi. Biz nafas olganimizda havo o'pkaga kiradi. O'pka kengayadi va torayadi. Bu jarayon har daqiqa, har soniya davom etadi. Shuning uchun operatsiyadan keyin bu juda muhim hisoblanadi. Bunday reabilitatsiya nafas yo'llari fizioterapiyasi deb ataladi. Hozirgi kunda fizioterapiya juda rivojlangan. Har kuni ertalab va kechqurun shifokorlar va hamshiralar nazorat qilib turishardi. Fizioterapevt kamida 10 kun davomida muntazam ishladi. Nafasni normallashtirish va o'pka faoliyatini tiklash uchun. Hindistonda har bir operatsiyadan keyin albatta reabilitatsiya bo'ladi. Reabilitatsiya jarayoni jarroh tomonidan belgilanadi va har bir operatsiya uchun aniq protokollar mavjud. Har bir bemor tezroq va sifatli tiklanish uchun reabilitatsiyaga jiddiy amal qilish kerak. Thank you. Sohib opa, mana bu operatsiyadan keyin o'zingizni tiklanishingiz qancha vaqt oldi va O'zbekistonga qancha vaqtdan keyin qaytib keldingiz? O'zbekistonga shu ikkinchi operatsiyadan keyin bir uzoq bir haftadan keyin o'sha qaytib bordim. Samolyotda ketish ham sal og'irroq bo'ldi, chunki o'pka bilan bo'lgani uchun. O'sha payt og'riq sezilganmi? Yo'q, og'riq sezilmagan, charchoq, kuchli charchoq va xuddi nafas yetishmovchilikka o'xshab. Keyin davleniya ham boshqacha-ku samolyotda tepada. Shunga sal qiyinroq bo'lgan polyot, no baxtimizga juda ham kam odam samolyotda uchayotgan bo'lgan o'sha payt, bemalol bo'lgan joylar. Xohlasa biznes klassda ketardik, xohlasa shu o'zimiz joyimizda ketsa ham bo'lardi. Juda ham shu taraflama bizga qo'l kelgan. Keyin o'sha uyga qaytib kelgandan keyin oyoqqa tez turdim.
chunki manimcha shu bolalarimni deb ham manimcha tez turdim chunki bilasiz materinskiy instinkt deydiyu ularga qarashim kerak mana shu narsalarni o'ylab ham восстановление tezroq o'tdimanda. Keyin bilishim bo'yicha siz undan keyin yana bir o'g'ilchalik bo'ldingiz, ha? 2024-yilda o'g'illi bo'ldim. Shu o'tgan yili. 1 yildan so'ng. 1 yildan so'ng. Ungacha o'zi o'ylardim, menda farzandli bo'lsam bo'ladimi? Chunki juda ham ko'p marta rentgenga tushganman, MSKTga tushganman. Bu narsa baribir hujayraga ta'sir qiladi-da. Shunga yarasha qo'rquv bor edi. Xudoga shukr, bolam, 3-bolam sog'lom. Hozir 1 yoshda. Sohiba opa, bu shu kabi murakkab operatsiyadan keyin siz bola chaqali bo'ldingiz, o'g'ilchalik bo'ldingiz. Shu baribir endi operatsiya o'tkazganingizdan keyin yana operatsiya o'zingiz tug'dingizmi yo keyserovo bo'ldimi? Menga o'zi predlagать qilishdi. Что o'zim ham tug'sam bo'ladi yokida xohlasan keyserovo secheniya orqali. Men baribir ozgina qo'rqdim. To'g'risini aytsam, chunki birinchi marta keyserovo secheniya bo'ldim, ikkinchi marta ham shu yo'lni tanlashga qaror qildim. Shu operatsiya keyserovo secheniyadan keyin o'zingiz his qilishingizda, mana bu oldingi operatsiya og'riq bermadi, hech qanaqa ta'sir qilmadi, to'g'rimi? Yo'q, homilador paytimga ham ta'sir qilmadi. Nafas siqishlar, charchoqlar bo'lmadi. Men shu yili homilador paytim уже biza bitiruv edi, 6-kurs edim. Bitiruv paytida ekzamenlar ko'p bo'ladi, imtihonlar. 12 ta imtihon, gos imtihon topshirishimiz kerak edi. Keyin magistraturaga kirishga harakat qilyotgandim shu yili yana. IELTS topshirganmiz. Imtihon ketidan imtihon. Homiladorligim ham esimdan chiqib qolgan, to'g'risini aytsam. Keyin уже oxirgi oylar sal qiyin o'tishlar bo'ldi. Shu aslida charchoq his qildim. 30 haftalardan keyin уже ozgina charchoqlar his qilindi. Chunki уже yoz, ham bizda yoz juda ham issiq o'tadi. Bu tabiiy hammada homilador ayollarda tabiiy bo'ladigan holatlar. Shu bilan shu oktyabr oyida o'g'limni qo'limga oldim. Xudoga shukr. Tabriklaymiz o'g'ilchalik bo'lganingizga. Rahmat. Sohiba opa, siz o'zingiz ginekolog, akusher-ginekologsiz va ordinator, akusher-ginekolog. Ordinator. Hindistondagi davolanish tibbiyot sistemasini ko'rdingiz va mana O'zbekistonda vrach sifatida o'zingiz uchun, misol uchun Hindiston tibbiyoti bilan O'zbekiston tibbiyotida farqi va o'zingiz uchun nimani ko'rdingiz? Birinchi navbatda shuni ayta olamanki, bu yerda kasallarga individualniy podxod, bizda nagruska juda kattaroq, u yerda vrachlarning nagruskasi sal yengillashtirilgan. U yerda onlayn sistema yo'lga qo'yilgan. Kichkinagina savol-javoblar bo'ladimi? Mana shunaqani doktor nimani ko'rmasdan ham, patsientni ko'rmasdan ham onlayn unga javob bera oladi. Keyin boya aytganimdek individualniy podxod. Do'stlar, ayni Davo Health ham xuddi shu narsani yo'lga qo'ygan. Sohiba opa aytgandek, onlayn konsultatsiyalar, kimdaki biron bir murakkab savollar, keyslar bo'lsa, ya'ni siz davosini topishga qiynalayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qilsangiz, onlayn shaxsan Hindiston shifokorlaridan konsultatsiya olishingiz mumkin bo'ladi. Sohiba opa, shu ikkilanib yoki davosini shunga o'xshagan holatlardagi bemorlarga tavsiyalaringizni ayta olasizmi? Ularga tavsiyalarim, agar siz bilan mana shu umuman sog'liq bilan muammolar bo'lsa, o'ylanib yurgan bo'lsangiz, yo cho'zib yurgan bo'lsangiz, hech qachon o'zingiz sog'lig'ingizdan ayamang. Chunki birinchi bo'lib albatta bu sog'liq. Hamma problemalar, agar o'zi maqol bor-ku, agar problemalaring ko'p bo'lsa, sog'liq bilan muammo bo'lsa yagona muammo problema bitta bo'ladi, u ham bo'lsa sog'lig'ing. Doktor Javedxon, obunachilarimiz uchun bir nechta tilaklaringizni bildirib o'tsangiz. Actually, as I am into the industry from last 15 years, Men 15 yildan beri shu sohada ishlayman. Afsuski, O'zbekistonda ko'pchilikda saraton yoki jarrohlik amaliyotlariga nisbatan qo'rquv bor. Odamlar ko'pincha tekshiruvdan o'tishdan qo'rqishadi. Lekin bugungi kunda tibbiyot juda rivojlangan. O'zbekistonda ham yaxshi shifokorlar va yaxshi klinikalar bor. Eng kamida odamlar tekshiruvdan o'tish kerak. Muammoni yashirish bilan u hal bo'lmaydi. They have to come out with the problem. Muammo haqida ochiq gaplashish, shifokor bilan maslahatlashish va vaqtida tekshiruvdan o'tish kerak. Bugungi kunda tibbiyot markazlashgan tizimga ega.
Butun The dunyo whole world is sun'iy connected with the intellekt AI. orqali bog'langan. So any Har problem qanday can be murakkab discussed holat at any xalqaro level. darajada muhokama If the qilinishi doctors mumkin. can think Shifokorlar of it, Hindiston, they can connect with the Turkiya, other foreign Yevropa doctors, yoki they can connect with AQShdagi the mutaxassislar India, they bilan can connect with bog'lana Turkey, olishadi. They can connect with the Europe, they can connect with the US. Just because there are some good doctors available in O'zbekistonda ham malakali And shifokorlar the bor. solution is very Eng simple. muhimi vaqtida Just tekshiruvdan test o'tish va to'g'ri tashxis Try to qo'yish. find a right Agar diagnosis. tashxis qo'yilgan If you bo'lsa, have a diagnosis, davolanishni don't wait for the kechiktirmang. treatment. People Ba'zi are thinking odamlar to vaqtni wait boyib to berib, spend muqobil time, davolash just usullari, wasting time, tabiiy dorilar to think of yoki some isbotlanmagan vositalarni alternate sinab ko'rishga medicines, harakat some qilishadi. natural medicines, Bu some to'g'ri yo'l emas. poisons. This is not the medicine. The best part Zamonaviy of tibbiyot allopathic medicine, ilmiy there is a asoslangan, treatment, butun is a dunyoda paper, tan and this olingan is a va Jahon scientifically sog'liqni designed saqlash authentic tashkiloti treatment. tavsiyalariga asoslangan It's tizimdir. worldwide Shu famous. yo'riqnomalarga It is followed amal by the qilish kerak. all over the world, WHO. Just follow the guidelines of the WHO. There are some quacks are available. Turli there are some tabiblar natural qisqa muddatli therapies, ta'sir some ko'rsatadigan medicines, usullar bo'yishi some mumkin, Chinese, lekin some jiddiy Tibet. kasalliklarda They vaqtni all boy are, bermaslik as kerak. per my Tashxisni experience, they kechiktirmang, have a tekshiruvni ortga short-term surmang va effect. ishonchsiz usullarga My murojaat advice qilmang. for the people, Mening tavsiyam, shifokor maslahatiga follow amal qiling va the doimo doctor shifokor bilan and aloqada be bo'ling. touch with the doctors. Agar kimdir mening If yordamimga anybody muhtoj bo'lsa, need my help, men O'zbekistonda yaqinman. available in Murojaat Uzbekistan. qilishingiz mumkin. You can Qo'limdan contact kelganicha will yordam try to berishga do. harakat qilaman. Inshallah. yana aytmoqchi edimda shu anaqa xalqqa shu agar men o'zim ham oddiy odam bo'lganimda nima qilgan bo'lardim, bu problema bor. Ko'pchilik qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Nima topshirishni, nima analiz topshirishni bilmaydi. O'zini направить qila olmaydi kerakli bo'lgan doktorga. Men shuni aytardim. Hozir pastda Instagramda ham Telegramlarni qoldirib ketamiz. To'g'ridan to'g'ri murojaat qilsak, o'zlari направить qilib yuboradilar. Chunki o'ylamaydilar. Agar Indiyaga borish kerak bo'lsa ham nima dokumentlar yig'aman deb o'ylashadi ko'pchilik. U borish problema, pul problema. Sirazu joyida hal qilib beradilar. Mana shu narsa juda qulay. Qaysi doktorga murojaat qilishlari, даже mana shu turibman. Xuddi biz poliklinikaga chiqib terapevtga murojaat qilamiz-ku, bularda qulay tarafi onlayn. Nima yo'l tutish kerakligini. Sohiba opa to'g'ri aytdilar. Davo Health konsultativ markazi navbatdagi birinchi o'rinda Hindistondagi yuqori malakali shifokorlar bilan onlayn konsultatsiyadan boshlab to sizni Hindistonga borib davolanib kelguningizga qadar qo'llab-quvvatlovchi markaz hisoblanadi. Agarda sizlarda bugungi bemorimizga o'xshagan holatlar bo'lsa, bizga zudlik bilan murojaat qilsangiz bo'ladi. Va do'stlaringizga bizni bu videomizni ulashing, savollaringiz bo'lsa bizga qo'ng'iroq qilishingiz ham bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun.